Assalomu alaykum. Uzblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Sergeli tumani Xonobodning Beruniy mahallasida joylashgan 2 sotikdan iborat bo'lgan hovli xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Fasad tarafi 14 metr, ichkarigi esa 16 metrni tashkil qiladi. Biz hozir mana shu ikkita xonadon aslida qurilgan hovli mahalla tarafida turibmiz hozir. Yo'llari asfalt qilib qo'yilgan. Bu yerda yangi xonadonlar qurilib kelmoqda. Demak, mana bu o'ng tarafimizda joylashgan xonadonimiz sotildi. Mana bu xonadon hozir sotuvda bor. Avtomobilni mana bu joydan xonadonga kirgizishimiz mumkin. Fasad taraflari juda ham chiroyli qilib mana travertin bo'yoqlarda bo'yab qo'yilgan. Mana so'kinlik qismlari esa toshdan qilib qo'yilgan ekan. Mana bu mahallani ko'chalari esa to'liq asfalt qilib qo'yilgan. Kechki paytlari yorug' bo'lish uchun mana mahalla tarafida ham bir qancha yorug' uchun fonuslarimiz bor, gaz turbalarimiz o'tkazib qo'yilgan. Ikki tomonga ochiladigan avtomobil kirg'izishi uchun darvozamiz va mana bu joyda esa xonadonga kiraverishdagi temir darvozalarimiz bor. Bular hammasi 2 qavatdan iborat, ya'ni shumni o'tkazib yubormaydi. Xonadonda 7 ta xonamiz bor va undan tashqari mansarda qismlarimiz ham bor. Xonadon juda ham go'zal holatida sizga topshiriladi. Biz hozir mana mahalla qismidan Bismillahirrohmanirrohim hovli maydoniga ham tashrif buyurdik. Juda ham go'zal qilib qo'yilgan. Mana shu hovli maydonining o'zi ham 1 sotiklarni tashkil qiladi. Kengini ko'rib turganingizdek, juda ham keng olingan, yorug'. Mana shu 14 metr bo'lganligi uchun hovli maydoni ham juda ham katta bo'lib ko'rinmoqda. Gap bo'lishligi mumkin emas. Yashil maydonimiz bor. Yerlariga sirpanmaydigan kafillar, toshlar qilib qo'yilgan, so'kinlik qismlarimiz hammasi toshdan qilib qo'yilgan ko'rib turganingizdek. Demak, bu yerda bitta avtomobilni joylashtirsak bo'ladi. To'g'rimizda esa xonadonimiz joylashgan. Xonadonni mana ostki tarafi to'liq podval qilib qo'yilgan. Hovli tarafidan kirishligimiz mumkin bo'ladi. Xonadonning o'zi esa 2 qavatdan iborat va mana bu joyda aytib o'tganimizdek, mana shu garaj qismining yuqorisi mansarda qilib qo'yilgan. Gap bo'lishligi mumkin emas. Hovliga kirganimizdan so'ng o'ng qo'limizda yozgi oshxonamiz mavjud va undan tashqari hovlida joylashgan hojatxonalarimiz ham bu yerda bor. Juda ham go'zal qilib ta'mirlangan. Aytib o'tganimizdek, mana bu joydan esa podvalga tushishligimiz mumkin. Podvalda bitta xonamiz bor va undan tashqari katyolli boylerning xonamiz joylashgan. Xonadonning o'zi esa yer sathidan salkam 1 metrlar yuqoriga ko'tarib qo'yilgan. Demak, xonadonning orientirlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu hozir Beruniy mahallamiz bo'ladi. Xonobod ko'chadan Beruniy mahallaga kirganimizdan so'ng 500-600 metr ichkariga kirganimizda o'ng qo'limizdagi mahallada joylashgan. Metrosiga to'xtaladigan bo'lsak, Xonobod metrosi o'sha 500-600 metr uzoqlikda joylashgan. Bu ma'lumot ham juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Endi esa hovli maydonidan xonadonga tashrif buyuramiz. Ikki tomonga ochiladigan alyumin profilli, zamonaviy bo'lgan deraza eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Biz hozir hovli maydonidan xonadonga tashrif buyurdik. Kirganimizdan so'ng mana shu xoll orqali boshqa xonalarimizga o'tishligimiz mumkin. Demak, xonadonni sizlarga hozir to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Hovlidan xonadonga kirdik. Patologlari baland bo'lgan holdamiz. Kirganimizdan so'ng chap qo'limizdagi xonamiz oshxona hisoblanadi. O'ng qo'limizdagi xonamiz esa mehmonxona hisoblanadi. To'g'rimizda alohida hojatxona va vannaxonaga ajratib qo'yilgan, ya'ni dush holatiga keltirilgan. Zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarishligimiz mumkin va mana bu joyimizda yana bir yotoqxonamiz bor. Cho'pli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan, yerlariga tarket to'shab qo'yilgan, devorlarimiz abo'y qilib qo'yilgan, to'liq pishig'ishda qurilgan va undan tashqari birinchi qavat, ikkinchi qavatimizda plitalar tashlab ketilgan. 100% ta'mirlangan holatida xonadon sizga topshiriladi. MDF turdagi qimmatbaho eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Demak, xo'l qismidan endi mana bu o'ng qo'limizdagi bir sizlarga zalni ko'rsatay. Mana bu zal qismimiz bo'ladi, mehmonxona qismimiz bo'ladi. Hovliga qaragan panorama kattakon bo'lgan deraza eshik. Hovliga qaragan kattakon bo'lgan derazalarimiz bor, ikki tomonga ochiladi. Mana shu xonani men agar adashmayotgan bo'lsam, uzunasi bir 8-10 metrlarni tashkil qilsa kerak. Juda ham uzun. Enigi esa 3,5 metrlarni tashkil qilsa kerak. Patologlari ham balandgina olingan, adashmasam 4 metrlarni tashkil qiladi. Gap bo'lishligi mumkin emas. O'rtada qandil o'rnatamiz, atroflarida to'chin svetilliklar, led lentalar o'tkazib qo'yilgan. To'g'rida esa televizorni o'rnatishligimiz mumkin. Mehmonxonamiz ham mehmonxona deydigan keng bo'lgan mana shu xonamiz hisoblanadi. Ikki tomonga ochiladi. Barcha mebellaringiz mana shu xonaga sig'adi.
barcha mebellar sig'adi. Bu ayollarga juda ham ma'qul bo'ladigan mehmonxona bo'libdi. Demak, ayollar yoqtiradigan yana bir xonamiz bu oshxona hisoblanadi. Oshxona ham juda ham keng olingan. Bu bizani hozir oshxona qismimiz. Hovliga qaragan derazalarimiz bor. Mana bu ikkitasi ochiladi. Patologgacha почти ko'rib turganingizdek baland olingan, yorug'gina bo'lib turadi. Kunduz kunlari ham. Bu esa mana qarshi qismimiz qilib qo'yilgan. Bu tarafda kuxnya mebellari joylashadi. Patologlari baland, dim bo'lib qolmaydi. Cho'pli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Mo'yishli aboylarimiz bor. Mana bu joyda esa televizorni o'rnatishligimiz mumkin. Hollarda esa tarkib yotqizilgan. Demak, bu tarafimizda bizda hojatxona joylashgan. Bu tarafimizda esa yuvinadigan vannaxonamiz bor. Bu turetskiy qimmatbaho santexnikalar o'tkazib qo'yilgan. Bu tarafimizda bitta spalnimiz bor. Mahalla yon tarafiga qaragan mana deraza fortishkalarimiz bor. Kenggina ko'rib turganingizdek gap bo'lishligi mumkin emas. Televizor o'rnatamiz, bu yerda esa spalni mebellari joylashadi. Mana bu joyda esa konditsionerni o'rnatamiz. O'rtada esa qandil joylashgan bo'ladi. Cho'pli pol va undan tashqari mana radiatorlarimiz bor. Issiqqina bo'lib turadi. Birinchi qavatni sizlarga ko'rsatib bo'ldim. Endi esa mana bu MDF zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Kechki paytlari mana yorug' bo'lishi uchun mana bunaqangi направляющий svetильниклari ham bor. Uy juda ham go'zal. Mana shu xonadonni qurgan egalaridan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, mana shu xonadonni savdolashib sotib olsangiz bo'ladi. Aytib o'tganingizdek, ikkita qurilgan, bittasi sotilib ketgan уже. Demak, ikkinchi qavatga ko'tarilib oldik. Bu hozir hol qismimiz. Aynan mana shu hol orqali boshqa xonalarimizga o'tishligimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda 4 ta xonamiz bor. Pastimizda esa 2 ta xonamiz va oshxonamiz bor. Podvolda yana bitta xonamiz va mana bu joyda esa bitta mansardamiz bor. Ikkinchi qavatga ko'tarildik. Spalnilar va bir qancha yana yotoqxonalarimiz bor. Va undan tashqari mana bu balkon qismimiz bo'ladi. Bu bizning balkon qismimiz hisoblanadi. Kenggina ko'rib turganingizdek, bu yerda mana hovli maydonimizni ko'rishligimiz mumkin. Yorug'ligi uchun mana bir qancha fonuslarimiz bor. Zakolonli stiklolar va undan tashqari sal tonirovka berilgan. Ya'ni quyosh nurlari xonadonni isitib yubormaydi. Ikkinchi qavat patologlari ham baland, adashmasam 2,5 metrlarni tashkil qilsa kerak. O'rtada qandil o'rnatishimiz mumkin. Mana bu yerda bir qancha точный svetильникlarimiz bor. Endi ko'tarilib oldik. O'ng qo'limizdagi xonadan boshlaymiz. Kattalar yotoqxonasi. Mana bu yon tarafga qaragan balkonchalik orqa hovlichamiz bor. Bu derazamiz mana shu xonani havosini aylantirib turadi. Spalni xonamiz, alohida mana bu yerda sanuzel xonasi bor. Dush holatiga keltirilgan ko'rib turganingizdek. Juda ham go'zal. Gap bo'lishligi mumkin emas. Patologlar aytib o'tgandek balandgina olingan. Yaxshi. Bu esa ikkinchi qavatimizda joylashgan umumiy sanuzel xonasi. Kenggina vanna holatiga keltirilgan dush smeysitellarimiz hammasi turetskiy firmadanki gap bo'lishligi mumkin emas. Juda ham go'zal, bejirimgina. Bu tarafimizdagi xonamiz. Bu ham bitta spalnik yoki mehmonxona o'rnida ishlatishligimiz mumkin bo'lgan xonamiz. Televizorni bu tarafga o'rnatamiz. Patologlarga e'tibor bering. 2 qavatdan iborat va 2 ta alohida bo'linmalari bor. O'rtada qandil o'rnatsak bo'ladi, televizor o'rnatamiz va mana bu joydan mana razdvijnoy eshiklar orqali mansardaga ham chiqsak bo'ladi. Bu bizani mansarda qismimiz. Quyosh botishini, quyosh chiqishini mana shu joydan tomosha qilsak bo'ladi. Yuqori taraflari yopib qo'yilgan, yomg'ir suvlari tushmaydi. Yerlarimizga esa juda ham go'zal bo'lgan maxsus mana shu ko'chan tarafining kafellari o'tkazib qo'yilgan. Gap yo'q. Bu tarafimizda yana bir spalni xonamiz bor. Bu spalnidan orqa balkonchaga chiqsak bo'ladi, orqa hovlichaga chiqsak bo'ladi.
Bu esa yana bir yotoqxonamiz. Hovliga qaragan derazalarimiz bor. Demak, xonadonda 7 ta xona bor. 6 tasi mana shu ko'rgan xonalaringiz. Hozir podval qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana podvalga ham tushib oldik. Patologlari menimcha 270 larni tashkil qiladi. Podval qismi ham mana shu hol orqali ajratib qo'yilgan. Bitta xonamiz, kotyolli bo'yli xonamiz va undan tashqari yana bir xonamiz bor. Tushganimizdan so'ng o'ng qo'limizdagi xonamiz, bu kotyolli bo'yli xonamiz bo'ladi. Va bu yerda 300 litrli nafsak suvchi yo'nqisimiz bor. Suv bu yerga tushadi va undan tashqari mana shu duh konteyner kotyol orqali xonadonga, motorchiklar orqali xonadonga yo'naltiriladi. Bu qo'yilmasa ham bo'ladi. Bu nafsak suvchi qo'yilgan va undan tashqari atroflari to'liq kafel qilib qo'yilgan. Va mana bu joyda yana bir xonamiz bor. Mana bu oynasi esa mana bu koridorchaga qaragan bo'ladi. Xonadon sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu xonadonni xonadon egalaridan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishingiz mumkin. Bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi. Toshkent shahri, Sergeli tumani, Xonobodning Beruniy mahallasida joylashgan 2.2 sotkdan iborat bo'lgan 7 xonali to'liq bitkazilgan, patkulich holatdagi pishig'ishda qurilgan xonadonimiz bo'ladi. Metroga 560 metr uzoqlikda joylashgan. Mahallada ko'rib turganingiz yo'llar asal qilib qo'yilgan edi. Juda ham go'zal bo'lgan xonadon. To'g'ridan to'g'ri kelib savdolashib, mana shu xonadonni sotib